Qadrli do'stlar, shu o'rtaligimizda yana bitta sizlarga video yozib ketamiz va bu ham juda ham aktual savol. Biza juda ko'p joylarda, biz emas, juda ko'p agentstvalar yozishadi, qurilish kompaniyalari garantированная arenda. U nima degani? Men hozir shu savolni Maryamxonga savol beraman. Keyin sizlarga misol qilib qanaqa bo'lishini tushuntirib beradilar. Oddiy arenda nima? O'zingizlar bu bilan shug'ullanganda va garantированная arenda nima? Maryamxon? Салям алейкум, мерабалар. Вот люди тоже много вот спрашивают про аренду. Вот я сам буду сдавать. Вот многие застройщики, некоторые, ну не многие, это некоторые предлагают гарантированную аренду. Вот мы же сами тоже можем правильно клиентам гарантированную аренду дать. Давай вот немножко расскажем вообще, что такое гарантированная аренда, чтобы они это поняли так. В общих цифрах, не будем глубоко в цифры впадать, округленно им примерно посчитаем, чтобы они поняли, какую сумму от гарантированной аренды, да, вот они будут возвращать себе. Ну, начнем с того, что застройщики, они всегда заинтересованы и заточены на чем? На своей прибыли. Поэтому, естественно, для того, чтобы вы приобрели недвижимость, вам застройщик будет говорить о том, что он будет сдавать, он будет заниматься. Но, поверьте мне, ни у одного застройщика нет отдела аренды грамотного, функционального, который идет действительно по алгоритмам и поэтапно. То есть у них нет понимания, где они будут брать клиентов, у них нет понимания, как они все это будут организовывать. Но агентство недвижимости параллельно оно всегда занимается арендой. Всегда. У нас по лету вот такую локацию, покажи немного один. У нас по лету вот такую локацию, поверьте мне, хотят турки, они у нас в очередь становятся. Теперь, что касается аренды, которая может быть полезной для жителей Узбекистана. Значит, сумма начальная в старте должна быть у вас не менее 60 тысяч евро. Если вы говорите, нет у меня 60 сразу, вы должны иметь 25. То есть это тот процент, который нужно выделить для того, чтобы вам уже могли позволить сдавать в аренду вашу недвижимость, готовую рассрочку. Рассрочка на оставшуюся, получается, сумму, то есть 25 вы отдали, из 60 на оставшиеся 18 месяцев. Сколько это? Делите, и там у вас будет все понятно. Плюс-минус 2000 евро в месяц. Плюс-минус 2000, то есть 2000 евро в месяц выплачивая. Изначально вы 25 отдали, и уже от того момента, как вы отдали, вам в течение года гарантированно выплачивать 400 евро за каждый месяц. Сдается или не сдается, это не ваша проблема. Как только вы вступили в этот договор, в этот проект, 400 евро в месяц агентство недвижимости Мельмерсен вам оплачивает гарантированную аренду год. Прошел год, индексация повысилась, понизилась, все это будем, естественно, пересматривать. Сколько это будет потом на следующий год, мы будем с вами разговаривать и подписывать другой договор. Поэтому, если коротко, это следующее. 60 тысяч вы имеете на начале, не имеете 25, а заходите в проект с рассрочкой на 18 месяцев, сразу же, когда зашли, получаете 400 евро в месяц. Men o'ylayman ko'pchilik tushunda, qisqacha men o'zbekchaga sizlarga buni tarjima qilib ketaman. Sizlar mana garantированная arenda nimaga kerak? Men kelmayman Ayzadan olishga. Men pulimni tikib qo'yib, shu tikkan pulim ishlasin menga. Lekin men boshimni og'ritib arenda qilaman, qidirib yurmay. Mana birinchi yilda biz mana garantированная arendada biz uylar arendaga topshiriladimi, topshirilmaydimi? Bizning kompaniya bo'ldi, upravleniyaga sizlardan oladi u uylarni va unga уже biz javobgarmiz. Arendaga topshiramizmi, topshirmaymizmi? Stabilni sizlarga 400 yevrodan biz yuborib turamiz. Xohlasanglar har oy, xohlasanglar 3 oyda bir. 6 oyda bir ham yuborishimiz mumkin. Agar bu dogovorimizga asosan sizlar bilan shu tarzda kelishsak. Lekin bunda mana Maryamxon aytdilar, uylarning narxi kamida 60 ming yevro bo'lishi kerak. Agar mana sizlar aytasizlar, yo'manda 60 ming yo'q, hozir qo'limda 25 ming yoki 30 ming pulim bor unaqalarga. Mana biz har kuni hozir juda ham katta urg'uni O'zbekistonda qiziqish bo'layotgani uchun tayyor xonadonlarga rassrochkani ko'taryapmiz. Har kuni buni ko'rsatamaslarga. Mana hozir ham qo'llarimizda bor. 60 ming yevroligini olsanglar, bu ikkinchi, uchinchi, birinchi qavatda bo'lishi mumkin. Lekin tayyor ular. Sizlar o'tga faqat mebel texnika qo'yasizlar. Uni ham biz o'zimiz sizlarga qilib beramiz. Sizlarni bu yoqqa kelishinglarning hojati yo'q.
bu do'g'vorlar onlayn qilinadi, onlayn sotib olinadi. Sizlarni nomingizga oformить qilinayotganda posolstvo orqali, konsulstvo orqali hammasini men sizlarga to'liq tushuntiraman telefonda. Bir kunda bo'ladigan narsa meni nomimga yoki Maryamxon nomlariga doveriyaniz jo'natasizlar, ishonchnomi orqali biza uyinglarni sizlarni nomingizga hujjatlarni hammasini qilib beramiz. Biza bu yerda faqat sizlarni ishongan insoninglar, advokatinglar bo'lib выступать qilamiz sizlarning nomingizdan. Shunda hamma narsa sizlarning nomingizga оформление bo'ladi. Va shu uylarni biza garantированный, то есть 100% arendaga beramiz deb qolamiz. Endi u arendaga bera olamizmi yo'qmi? U bizani o'zimizga kerak o'zi. Bizga qiziqarli, bizga kerak bo'lsa beramiz, kelmasa bu bizani cho'nchagimizdan просто pul ketadi. Shuning uchun do'stlar, 60 ming yevrodan boshlangan hamma xonadonlarimizga biza garantированный arenda beramiz. Bu alohida suhbat bilan bo'ladi. Agar sizlar ayza menga faqat shu garantированный arendali uylarni ko'rsatinglar desanglar, men sizlarga uni ko'rsataman. Va sizlarda уже olgan oiladan boshlab, keyingi oydan boshlab shu uylar mana 2000 yevro sizlar oyiga to'lasanglar, men tushuntiraman. 60 ming, 25 ming to'ladinglar, 35 ming qoldi. 35 ni 18 ga bo'lsanglar, taxminan 2000 dan to'g'ri keladi oyiga. 2000 dan уже 400 dollari mana sizlarga уже qaytib kelyapti. 400 yevrosi, 2000 yevrodan 400 yevro sizlarga qaytib kelyapti. Menimcha bu juda ham yaxshi. Bu juda ham yaxshi. Lekin sizlar bunda o'zingizlar kelib xohlagan vaqtda yo'q bo'ldi to'xtating, men o'zim kelaman deb agar bizda 1 yillik shartnoma qilib qo'ygan bo'lsak, kela olmaysizlar. Aytishinglar mumkin. Oyma-oy qilaylik shartnomani yoki 3 oyda bir, 6 oyda bir qiladigan bo'lsak, chunki sezonda o'zim kelaman desanglar, biz shunga qarab kelishib sizlar bilan shu kelishuv asosida При ishlaymiz. этом очень важно, Азиз, извини, перебью тебя, Азиз сейчас очень, ну, как бы правильно сказала и натолкнула еще меня на одну поправку. Договор вы подписываете 2. При этом договор вы подписываете напрямую на квартиру именно с застройщиком, а на сдачу вы подписываете с агентством недвижимости. Поэтому у вас гарантированно есть ответственное лицо по сдаче квартиры, это застройщик. Вы переводите деньги за квартиру именно на счет застройщика, а аренду вам платит, выплачивает агентство недвижимости. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Shunaqa do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. O'ylayman, bu suhbatimiz ham sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi. Chunki bu haqida, bu temaga juda ham savollar ko'p va sizlardan yana yangi savollar kutib qolamiz. Hammanglarga yana bir bor mana shunaqa go'zal joylarda o'tirish, oilaviy dengizdan bahramand olish, hayotda, tabiatda go'zalligidan bahramand bo'lish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Ramazon oyi muborak bo'lsin.